Bilasanmi? Seni jonimdan ortiq yaxshi ko'raman. Bilmayman. U meni mashinani baloniga qattiq deb olasizmi men uchun? Jinnimisan, u birovning mashinasi-ku. Qani, sen uchun dunyolarga o't qo'yaman, osmondagi oyoq beraman degan gaplaringiz. Mana. Oyog'im tegib ketdi, uzr. Ko'rding, hech narsadan qo'rqmayman. Ketdi. Kimga bering? Farqi yo'q, ketdi. Vow, kiyimlari zo'r ekan. Qarang, erkaklarniki ham bor ekan. Yosh bolalarga ham bor ekan. Tanlab bo'yini. Aka, hoshlamayapmiz. 16-mart kuni soat 19:00 da ochilamiz, aka. Yo'q, ketdi. Men uchun hozir kiyim olib beramisizmi? Shunaqa gaplar. Iltimos, aka. Mayli. Tanla xohlaganingni. Aka, ochilishga skidka bormi? Shaharda 3 ta filialimiz bor, aka. Hammasida har doim narxlar hamyonbop bo'lgan. Zo'r. Tumi jerik. bo'ladi. Olamizmi? Men uchun shu bolachani tashqariga olib chiqib tashlaysizmi? Asman be. Aka, o'g'lim ko'rmadingizmi? Yo'q. Asman. Hammasi hisoblaymi? Shunaqa. Men uchun kiyimlarni pulini to'lamasdan "Xo'lading, qarochi" deb ketib boramisizmi? Qo'y bor o'tirib qo'ysan, jinnimisan. Sanmisan meni uxlatmoqchi bo'lgan? Men sen yaxshilik qilaman desam, iflos to'laysan. To'layman, aka, to'layman. Shu to'lamasligingiz kerak edi-ku. To'lash kerak endi. To'laysanlar. O'ldirib qo'y dedi. Kechiring, G'ulom aka. Mayli, chiqsin. Bitta hammani oldida. Men sizni yaxshi ko'raman, G'ulom aka deb bergan. Jinniromiz, odamni qarang ko'pligini. Detskiy emasmisiz? Voy, seni shuncha yutganing qildim-ku. Men qilmayman. Bor sizga. Bu dabdalni chiqaraman, farosatsiz. Shunchalar Bola o'tib tashagan bu yoqqa. voy, nima duosi? Bu bolaga yaxshilik qilsam. Ay, kechiring.